Qizlar, qalaysizlar? Bugun sizlar bilan get ready qilamiz. Mana bu yangi ko'ylagimni kiyaman, lekin buni kecha kiygandim. No, get ready video olmagandim. Давайте shuni qilamiz. Bu ko'ylagimni bitta tanishimdan Toshkentdan zakaz qildirdim, lekin kartinkada mana shunaqa, a в жизни ну, bu ham menga yoqyapti, bu ham menga yoqyapti. Juda ham chiroyli. Kecha kiydim, hamma shunday aytdi, chiroylisiz. Men o'sha ko'ylakni kutgandimda. Chiqa chiroyli ko'ylakcha. Ожидание и реальность. Вот. Lekin bu ham chiroyli. Xafa bo'lmaymiz. Qayg'urmadim ham, потому что bu ko'ylak ham chiroyli. Eshitmaganlar uchun yana bir bor aytmoqchiman. Hozir men yana bitta hunar o'rganishga boryapman. Hozir bu Get Ready'miz kursimga. Qonimda yana bitta protsedura bo'ladi. Ko'p kishi yozibdiki, manikyur, kosmetologiya deb. Yo'q, absolyutno bu emas qizlar. Bu qosh permanentniy makiyaj, bravey deyiladi. В общем-то, men o'ylaymanki, sizlarga bu narsa qiziq. Juda ham ko'p qizlar men salonimga yozdirilgan paytlari so'raydilar, sizlar permanent qilasizlarmi, rastashevka qilasizlarmi, pudrovое напыление qilasizmi deb so'radingizlar. Вот, наконец-то, sekin bu uslugani ham salonimga kiritaman, keyin bemalol o'zimga kiysalaringizlar bo'ladi. Bugun mana shu sumочкамni taqishga qaror qildim. Qaror. Nima uchun biza qaror? Biza nima? Hokimiyatda ishlaymizmi? Qaror qilamiz, qabul qilamiz qaror. Taqishni xohladim. И вот mana shunaqa bugungi obrazim. Короче, to video olganimcha terladim. Всем пока. Пока.